2,5 oydan beri men bilan gaplashmayapti o'g'lim deyaptilar. Qani o'tirgan bo'lsangiz, qanday qilib siz namoz o'qiyapsiz? Xudodan qo'rqmayapsizmi? Sizni diningiz shuni ko'taradimi? Qanday qilib onadan arazlash mumkin ekan? Faqat salom beradi, chiqib ketaveradi deydi. 2,5 oy bo'ldi. Yana namoz o'qir ekan. Ulamolardan so'rashibdi, qanday holatda ota-onadan arazlash mumkin? Haqli bo'ladi farzand deganda, haqqi yo'q deyishgan. Ota-ona farzanddan arazlashga haqqi bor. Farzandidan araz qilishga haqqi bor. Lekin bolani haqqi bormi deganda haqqi yo'q deyishgan. Nima bo'lgan taqdirda ham ota-onadan araz qilishga bolani haqqi yo'q azizlar. Umuman mumkin emas. Ona niyat